Assalomu alaykum hurmatli kabutar ishqibozlari. Bugun mana sizlarga Andijon zot kaptarlarimizdan hozirgi kunlarda juda oz qolgan, vaqti yo'qolib ketgan yo'llik payasati urug'larimizdan tosma modani ko'rsatib bir qator o'tmoqchiman. Modamiz mana bu Toshkent urug'larida bilamiz, tosma kaptarlarimiz ko'p. Malaklyuvlarimizda, kalta tumshuqlarimizda, Andijon zot kaptarlarimizda mana bu payasati yo'llik urug'larimizga bilamiz. Payasati go'ra, ko'k, o'dli, mana bu to'rinchi, mana tosma. Kaptarimiz moda, tuxum qo'yyapti hozir kaptar. Hozircha nar yo'q, bunga nar topa olmadim. Agarda hatto shunaqa bir tosma nar bo'lsa olaman. Borlar aytinglar. Sekin urg'ib tiklamoqchiman. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня я вам хочу показать один из мастей, паясатой масти, голубку тасма. Это тасма у нас ташкентских малоклювых много очень, есть, еще не исчезли, а в андижанской линии тасма уже почти пропала. Этой масти нету почти что. Благодаря неправильной селекции потеряли мы эту масть. Но я нашел голубку. Если есть самец, я куплю. У кого если есть, пожалуйста, можете со мной связаться. Хочу восстановить эту масть.